Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugungi darsimizda, video darsimizda what is assessment for learning and why it is important degan mavzuni ko'rib chiqamiz ekan. Hop, assessment degani baholash, assessment for learning degani o'rganishni baholash, o'rganish jarayonini baholash va nima uchun muhim. Assessment for learning bu atamalardan biri hisoblanadi. Terms degani atama degani tez ishlatilib turadigan ta'limda, lekin turli xil usullarda muhokama qilinadigan, turli xil yo'llarda muhokama qilinadigan. Shuning uchun u end up degani o'sha natijasi shu bilan tugamoqda degani. Ya'ni turlicha narsalarni bildiradi turlicha odamlarga. Natijasi shu bilan tugaydi demoqchi, ya'ni turli odamlarga turlicha narsalarni bildirish bilan tugaydi. Chalkashlikning bitta manbasi yotadi. Assessment degan so'zning o'zi ma'nosi nima ma'no anglatadi degan tushunchada yotadi. Asosiy manbasi confusion degani o'sha chalkashlikning. Qaysiki ko'p odamlar uchun which for many people ko'p odamlar uchun baholash va shunchaki grading, ya'ni baho qo'yish, test tekshirib ko'rish va baholashni o'z ichiga oladi deb o'ylashadi. William Dillon shu uchun deyapti, someone who has written extensively about assessment for learning, whose work informs most of what I have to say here, is on record saying that he wishes he could go back time and popularize the term responsive teaching instead. Hop, Dillon deyapti, ya'ni juda ham ko'p yozgan o'rganishni baholash bo'yicha va uning ishlari bizga shu yerda aytmoqchi bo'lgan narsalarimizni aytib o'tadigan inson hisoblanadi deyapti William Dillon. Va to be on record saying degani yozma ravishda aytib qo'yilgan degan ma'noda bor. Bizda qayta aytib qo'ygan, qayta yozib qo'ygan deymiz, o'shaning inglizchasi to be on record as saying degan ekan. Ya'ni u yozib aytib qo'yganki, qaniydi u o'tmishga qayta olgan deydi va o'sha responsive teaching degan atamani, ya'ni term degan atamasini ommalashtirgan deydi. Ya'ni ommaga yo'ygan deydi degan gapni aytyapti. Responsive teaching degani bu yaxshilab esda qolishingiz kerak, bu o'quvchilarning ehtiyojlariga qarab darsni o'zgartirish. Dars jarayonida misol uchun ba'zi o'quvchilarda pronunciationda muammo chiqadigan bo'lsa, pronunciationga urg'u berish yoki grammatika o'tgan paytda tarjimasi chatoq bo'lsa, tarjimasiga urg'u berish, o'sha ehtiyojdan kelib chiqib darsni rejalashtirish ma'nosiga ketyapti. Demak, buni atamasi responsive teaching degan ekan. Bu atamalar balki ehtimol attestatsiyada tushib qolishi mumkin. Chunki bilib bo'lmaydi. Shunaqa ma'lumotlardan ham olib qolishi mumkin. It is a notion of assessing and then responding to learners' needs. As these needs rise in the process of learning, that lies at the heart of effective assessment for learning. Bu tushuncha hisoblanadi, baholashning tushunchasi va keyin o'rganuvchilarning ehtiyojiga javob berishni tushunchasi hisoblanadi. Chunki o'sha ehtiyojlar ko'tariladi o'rganish jarayonida. Qaysiki o'sha o'rganishni effektiv baholashni yuragida yotadi deyapti. Hozirgi aytganlarimiz bular. 3 sessions, 3 essential questions. These are questions that every teacher needs to ask about the learning in their lessons. Bu savollar hisoblanadi, har bitta o'qituvchi so'rash kerak bo'lgan o'rganish bo'yicha ularning darslarida. Where are my learners going in their learning? Meni o'quvchilarim qayerda ketyapti o'rganish jarayonida? Where is each learner now in their learning process? Hop, hozir ayni paytda qayerda o'rganuvchilarim? Keyingisi, how do I help learners move forward in their learning process? Qanday qilib yordam berishim mumkin o'rganish jarayonini davom ettirish uchun? Okay. By posing these questions, mana bu savollar so'rash orqali during the flow of the lesson, by posing these questions as part of lesson planning and lesson delivery, there are questions to ask during the flow of the lesson and not only at the planning stage. Will a teacher also see that a constant dialogue with their learners is needed? Mana shu savollarni berish orqali darsni rejalashtirayotgan qismda yoki darsni yetkazib berish qismida, chunki bu savollar hisoblanadi so'rash kerak bo'lgan darsning jarayonida, flow degani oqim degan ma'noda ketyapti va faqatgina o'sha darsni rejalashtirish qismida emas, dars jarayonida ham so'raladigan savollar hisoblanadi. Mana shunaqa qilish orqali will a teacher also see that degani inversiya hodisasi bo'lyapti, will oldiga chiqyapti bu yerda. O'qituvchi shuningdek payqashi mumkin constant dialogue,
doimiy dialogni ularning shuni anglaydiki, ularning o'rganuvchilari bilan birgalikda bo'lgan dialog ehtiyoji borligini, zarurligini payqab boradi deyapti. Bu dialogning elementlari quyidagilarni o'z ichiga olyapti. Birinchi savolimizga javob: ensuring every learner understands the learning objectives for a lesson and how to judge their own progress in relation to achieving these objectives. Har bitta o'rganuvchi kafolatlaydi deyapti. Ya'ni har bitta o'rganuvchi o'rganish maqsadlarini, dars uchun o'rganish maqsadlarini tushunishini kafolatlash deyapti va qanday qilib o'zlarining o'sishlarini judge qilishi mumkin, ya'ni baho berishi mumkin. To achieving these objectives. Bu maqsadga erishishga bog'liq bo'lgan o'zlarining o'sishlarini qanday qilib baholashi mumkin? O'sha narsani kafolatlaydi deyapti. Hop, keyingisi: helping every learner to produce some form of evidence. Har bitta o'rganuvchiga yordam beradi ma'lum bir shakldagi dalilni ishlab chiqarishga deyapti, yaratishga. Bu og'zaki bo'lishi mumkin, yozma bo'lishi mumkin. Misol uchun, showing what they learn. Ular o'rgangan narsani ko'rsatib. This helps teachers and learners to check and consolidate learning. Bu yordam beradi o'qituvchilarga va o'rganuvchilarga tekshirishga va o'rganishni mustahkamlashga. Consolidate degani mustahkamlamoq degani. Giving learners feedback regularly to help them move their learning forward. Ularga feedback berib turish, ya'ni feedback degani bilamiz. Ya'ni o'sha o'sish va kamchiliklar haqida talabaga ma'lumot. Feedback berib turish kerak, muntazam ravishda ularga o'rganishda davom ettirish uchun. Xo'p, demak, keyingi gaplarni ko'rib chiqamiz. Let's now explore these three elements of assessment for learning further by looking at 5 underlying principles. Hozir ko'rib chiqamiz deyapti explore. 5 o'sha assessment elementlarini, o'rganish uchun assessmentni elementlarini ko'rib chiqamiz. Quyidagi 5 underlying principles degani ularni ostida yotgan 5 ta prinsiplarga qarash orqali. Bu yerda looking at degani o'rganib chiqish, phrasal verb bu. Sinchiklab o'rganib chiqmoq degan ma'noda ketyapti bu yerda. Sharing and understanding learning objectives. Ulashish va o'rganish maqsadlarini tushunish va success kriteriyani tushunish. Success kriteriyani ko'rdik. O'sha muvaffaqiyatga erishish uchun bo'lgan kriteriya hisoblanadi, ya'ni mezon. Flexible approach to teaching and learning. Moslashuvchan yondashuv o'rganish va o'qitishga. Helping learners to show evidence of their learning. O'rganuvchilarga yordam beradi o'zlarining o'rganish jarayonining dalilini ko'rsatib berishga. Learning involving learners in the process of assessment. Baholash jarayonida involving learners degani baholash jarayoniga o'rganuvchilarni o'zini qamrab olish. Ya'ni bu yerda 4-5 baho qo'yish emas, o'zlarini qanday darajada o'zlashtiryapti, yaxshi o'zlashtiryaptimi, yomon o'zlashtiryaptimi? Mana shularda o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi? Shuni baholash haqida ketyapti bu yerda. Hop, and effective feedback that moves learning forward. Va effective feedback hisoblanyapti, qaysiki o'rganishni davom ettiradigan. Shu 5 ta prinsiplar bo'lyapti ekan. Hop, demak, darsning maqsadini tushunish, moslashuvchi yondashishdan foydalanish, hop, o'zlarini o'rganish jarayonining dalillarini ko'rsatishga yordam berish va assessmentga o'zlarini ham qatnashish, o'zlarini baholashga va feedback berib turish. Sharing and understanding birinchi nimasini ko'rib chiqamiz, underlying principle. Okay. Sharing and understanding learning objectives and success criteria. Mana shu learning objectivelarini ulashish, tushunish, success criterialarini tushunishda o'rganish, ulashish va learning objectivelar va success criterialarini tushunish deyapti bu yerda. Identifying specific learning objectives help teachers in planning backwards. Ular orqa tomondan darsni rejalashtirishga yordam beradi. Ma'lum bir o'rganish maqsadlarini aniqlab olish deyapti. Misol uchun, men mana shu oyda aytaylik barcha zamonlarda o'quvchilarga tugataman deb turib, o'sha har bitta kunini orqa tomondan rejalashtirish ko'p kelar ekan, aniqlab olish, ya'ni o'rganish maqsadlarini. That is degani ya'ni degani. Ya'ni planning a lesson starting from the learning objectives. Ya'ni deyapti, rejalashtirish darsni boshidan boshlab o'rganish maqsadlaridan, ya'ni har bitta aniq task, topshiriq va aktivitelar hop har bitta o'rganuvchining maqsadiga mos tushishi uchun
rejalashtirib chiqishni bildiradi deyapti. Ya'ni hop, learning objectives describes new knowledge. O'rganish maqsadlari, learning objectivelar yangi bilimni ta'riflaydi, tushunishni, malakalarni hamda attitude degani munosabatlardagi o'zgarishni. Qaysi har bitta o'rganuvchi darsning oxirigacha yurib o'tadigan attitude, ya'ni munosabatlardagi o'zgarishlarni ham ta'riflab beradi deyapti. Identifying success criteria will then help the teacher to give specific feedback. Success criteriyani aniqlash keyin yordam beradi o'qituvchiga to give specific feedback. Aniq bir feedback berishga. Ya'ni 5-principle keyin muhokama qilinadi deyapti. Hop, demak success criteriyani bilish o'qituvchiga aniq bir feedbackni berishga yordam beradi deyapti. Misol uchun speaking bo'yicha, reading bo'yicha, fluency bo'yicha, grammatika bo'yicha qaysi maqsadga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab baholashga yordam beradi deyapti. Success criteria deyapti aniq va measurable bo'lish kerak, ya'ni o'lchasa bo'ladigan bo'lish kerak ekan. Hop, erishsa bo'ladigan bo'lish kerak ekan. Measurable descriptions of what success looks like when learning objectives is reached. Hop, ya'ni o'rganish maqsadlari erishilgan paytda uni ko'z bilan ko'ra olishadigan va aniq bo'lish kerak ekan. Misol uchun biz bugungi darsimiz oxirida present continuous mavzusini aytaylik. O'quvchilarimiz gapira oladigan, savol so'ra oladigan va savollarga javob bera oladigan bo'lish kerak degan maqsad ya'ni. Ba'zi ustozlarimiz xato qilib ketishadi. Misol vazifalar zo'r deb tekshirib ketishaveradi, lekin o'quvchi o'rganmadimi? Orqasidan ko'chirmadimi? Mana shuni bilib bo'lmaydi. Hop, demak, measurable bas bo'ladi shunaqa holatlarda. Measurable bo'lish uchun o'zi produce qilib berish kerak va qolganlar ham ko'z bilan ko'ra olish kerak. Okay, here is an idea to help with writing learning objectives and success criteria. Mana bitta g'oya bor. Bitta objektivlar va success criteriyani yozish bo'yicha deyapti, yozishga yordam beradigan. Volt va Wilf degan uslub ekan bu. Bu akronimis, ya'ni qisqartmalar juda ham yaxshi usul hisoblanadi. Maqsadlarni, success criteriyani o'rganuvchilarga accessible qilish uchun, ya'ni bemalol foydalansa bo'ladigan qilish. Volt we are learning to ni qisqartmasi ekan, ya'ni learning objectivelar. Biz o'rganyapmiz nima qilishni. Yoki Wilf what I am looking for. Men nimani qidiryapman. Bu success criteria uchun uslub ekan. It is best to share the volts and Wilfs as part of the first stage in a lesson. Birinchi stage sifatida volts va Wilfs deganni ulashishimiz kerak ekan. To ensure that everyone really does understand them. Hammasi tushuna olish uchun. Using suitable technique to check understanding. Tushunishni tekshirish uchun foydali mos texnika hisoblanadi. Hop, keyingisi. Flexible approach to teaching and learning. Moslashuvchan yondashuv o'rganishga o'qitishga. Ikkinchi principle ekan, underlying principle. Hop, assessing for learning is focused on identifying learning needs and what to do next. Assessment for learning, ya'ni o'rganishni baholash, diqqatini qaratish kerak ekan. Identifying learning needs, o'rganuvchilarni ehtiyojlarini aniqlashga va keyingi safar nima qilish kerakligiga. Mana nima uchun baholar ularning why grades on their own are not useful. Baholarni o'zlari ham mana nima uchun befoyda bo'ladi. It's what the teacher does with the information they collected about learning that matters most. Bu narsa hisoblanadi qaysi o'qituvchi does with information they collect. Ular to'plagan ma'lumot bilan bajaradigan narsa hisoblanadi. O'rganish jarayonida o'rganishning eng ko'p muhim o'rin tutadigan. Ya'ni o'rganishda eng muhim o'rin tutadigan narsalarni okay. It's what teacher does with the information they collect about learning that matters most. Meta narsani tarjima qilamiz. Bu narsa hisoblanadi o'qituvchilar ma'lumotlar bilan bajaradigan, ular eng ko'p ahamiyat kasb etadigan o'rganishlar bo'yicha to'plagan. Keling o'ylaylik,
Okay. Okay, sorry. Okay, let's think about how this might look in practice. Amaliyotda qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz hozir. Okay. Okay, demak, this table shows what this means in practice. Amaliyotda nimani anglatishini bu jadval ko'rsatib beradi, deyapti. Proactive learning degani creating a classroom culture in which learners are responsible for their learning. Bu degani bu proactive degan ma'nosi boshqa ma'noda ketish kerak. Pre degan so'z bilan adashtiribman. Proactive degani ya'ni yaratish, nazorat qilish vaziyatni, after it has happened, sodir bo'lgandan keyin yaratish, nima qilish deyapti? Unga munosabat bildirish deyapti. Mana taking action causing change and not reacting to change when it happens. Okay, taking action by causing change and not only reacting to change when it happens. Proactive approach. Okay, intending or intended to produce a good result or avoid problem rather than waiting until there is problem. Okay, muammo duch kelgungacha birorta ishni qilib qolish ekan, ya'ni muammo bo'lgandan keyin uni natijasini hal qilish emas, muammo bo'lmasdan turib amalga kirishni proaktiv ekan. Interactive degani ko'ramiz hozir. Creating classroom culture which learners are responsible for their learning. Shunaqa classroom madaniyatini yaratishimiz kerak, ya'ni odatini yaratishimiz kerak ekan. Qaysiki u yerda o'rganuvchilar mas'ul bo'lish kerak ekan o'zlarining o'rganishiga. Misol uchun, mana shu C3B4 me deganni ishlatib, ya'ni C3 before me. Make a learner has to speak to 3 other learners before seeking help from the teacher. Bu shuningdek, mana shu usuldan bilan foydalanishimiz kerak ekan, ya'ni o'rganuvchi 3 ta boshqa o'rganuvchilardan bilan gaplashish kerak ekan. Hop, o'qituvchidan yordam olmasdan oldin. Mana bu juda ham kerakli narsa ekan. Bizda o'quvchilar arzimagan savollarni ham o'qituvchilardan so'rovlarda, lekin aslida bir-biridan so'rab turib, keyin agar tushunmasa, keyin o'qituvchidan so'rash kerak ekan. It also helps to create classroom culture. Bu classroom madaniyatini yaratadi. Qaysiki o'rganuvchilar anglaydi, ular bir-biriga yordam bera olishini o'rganishi bo'yicha. Hop. Bu juda ham kerakli narsa. Misol sertifikat olgan o'quvchilar, sertifikati yo'q o'quvchilarga bemalol tushuntirib yordam berishi mumkin. Identifying and responding to learners needs during the lesson. Interactive degani interaktiv rejalashtirish, ya'ni aniqlash va javob berish o'rganuvchilarning ehtiyojiga dars davomida. Interaktiv degani muloqot degan ma'nosi ham bor. Interaktiv. Hop. Bu yerda kompyuter tizimini aytyapti. Involving communication between people. Ya'ni o'sha odamlar bilan orasidagi muloqotni o'z ichiga olgan. Hop. Interactive computer. Computer ma'nosiga aytyapti. Use to describe two things that affect each other when they are put together. Interaktiv deb ma'nosini aytyapti. Ikkita narsani baravar qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bir-biriga ta'sir etishni ta'riflaydigan so'z deyapti. Hop. Shu ma'noda ketyapti, ya'ni bir-biriga ta'sir o'tkazish ma'nosiga ketyapti. Misol uchun, o'qituvchi quick ni ishlatadi, ya'ni thumbs up, thumbs down, some sideways from every learner to show how many are ready to move on to a new topic. Hop, demak o'qituvchi misol uchun thumbs up, thumbs down, some sideways, ya'ni bashmalloq tepaga, yonga yoki pastga degan o'sha quick ni ishlatadi deyapti. Tezda shuni ishlatadi deyapti o'rganuvchilardan. Ular keyingi darsga o'tishga tayyormi, yo'qmi? What happens next in the lesson is dependent on the result of this formative assessment. Hop, keyingi sodir bo'ladigan narsa bog'liq bo'ladi mana shu formativ baholashni natijasiga deyapti. Ya'ni tepedagi misolni ko'ringlar deyapti. Okay. Apostrophe sda misolni ko'ramiz deyapti. Ya'ni tushunganiga qarab, tushunmaganiga qarab, misol uchun keyingi mavzuga o'taylikmi desa, ha deb javob berishsa, o'tib ketaverar ekan, agar yo'q deb javob beradigan bo'lsa, tepadagi metodlardan bittasini qo'llashimiz mumkin ekan. Ya'ni mashq berish
yoki bo'lmasam aytaylik xohlagan yana qaytadan tushuntirib berish yoki qolgan sheriklar yaxshi tushungan o'quvchilarni tushuntirib berish uchun jalb qilish kabi usullardan foydalanishimiz kerak ekan. Yana boshqa xohlaganimizda foydalanishimiz mumkin ekan. Bu ham bitta usul ekan. Keyingisi retroactive. Takes place after the lesson. Darsdan keyin sodir bo'ladi. O'qitib bo'lgandan keyin u keyingi rejani yoki unit of work birorta ishni rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Formative assessmentga ning natijasida. Ya'ni formative assessment degani biror narsaga feedback berib, ya'ni fikrimizni berib baholashni formative assessment deymiz. Mana shunga asoslangan holda keyingi darsni rejalashtirishni o'z ichiga olar ekan. Misol uchun self assessment o'zini o'zi baholashning natijalari qaysiki o'rganuvchilar tomonidan olingan prior knowledge avvalgi bilimni aniqlashda ishlatiladi deyapti. This then feeds into the planning. Bu keyin qo'shiladi rejalashtirishga for subsequent lessons. Keyingi darslarga. Subsequent degani keyingi keladigan degani. This might include o'z ichiga olishi mumkin deciding which topics need more time as well as how to make use of learners as supportive for each other. O'z ichiga olishi mumkin qaysi mavzular ko'p vaqt oladi va shuningdek qanday qilib o'rganuvchilardan foydalanishi mumkin bir-birini qo'llab-quvvatlash sifatida. Mana shularni o'z ichiga oladi deyapti. Xo'p. Okay. Helping learners to show evidence of their learning. Yordam berish o'rganuvchilarga ularning o'rganishining dalilini ko'rsatish uchun. Ko'rsatishga yordam berish deyapti. Xo'p. Helping learners to find and give evidence that they learned something must in turn be guided by three principles. O'rganuvchilarga yordam berish, topishga va dalilini berishga, qaysiki ular biror narsani o'rgandi degan narsani berishga yordam berish. Natijada 3 ta prinsiplar tomonidan nazorat qilinadi, ya'ni boshqariladi. Turli-tumanlik, specificity, ma'lum bir shuni ko'rib olamiz bu yerda, aniq nimasini. Specificity. Okay. Specificity degani okay. Aniq bir bo'lishlik sifati ekan. Muayyanlik degan ma'noda tarjima qilaveramiz. Turli-tumanlik, muayyanlik va frequency degani qanchalik tez-tez sodir bo'lishi degani. Xo'p, as the following table shows, quyidagicha ko'rsatadi deyapti. Misol uchun principle, example. Ya'ni principle hisoblanyapti. Misoli, turli-tumanlik. Using different sources of evidence, turli xil dalillardan foydalanish. Ya'ni dars o'z ichiga oladi kichkina guruh muhokamalarni, muhokama mashqlarini o'z ichiga oladi. Practicing specific skill, ma'lum bir skilllarni mashq qilish va bilimlarni amaliyotda qo'llash. Hop. Yoki bo'lmasam a whole class plenary. Ya'ni o'sha butun sinfni, ya'ni plenary degani bu yerda hozir ko'rib olamiz uni plenary, ya'ni darsning yakunidagi plenary degani plenary meeting degani hamma a'zolar qatnashadigan ekan. Okay. Plenary meeting. Hamma gruppa a'zolari qatnashadigan degan ekan. Plenary a whole class plenary degani hamma butun sinf qatnashadigan o'sha yig'ilish degan ma'noga o'xshaydi. Bu review of learning. O'rganishni qaytadan nima qilish, sharhlash, ko'rib chiqish degan ma'noda ketyapti. Hop, practicing a lesson includes small groups. Dars quyidagilarni ichiga oladi kichkina guruhlar, kichkina guruh muhokama mashqlarini, hop, ma'lum bir skilllarni mashq qilishni va ularni bilimlarini qo'llashni, deliberate practice degani, deliberate degani ataylab degani. Ma'lum bir maqsad bilan qilingan mashqni yoki bo'lmasam oxirgisi bo'lyapti. O'sha o'rgangan narsani ko'rib chiqish orqali. Bu ishda teaching va learning strategiyalari muhokama qilyapti. Discussion, deliberate practice va review of learning turli xil manbalarni ta'minlab beradi, ma'lumot manbalarini ta'minlab beradi o'rganish jarayoni bo'yicha va hammasi yordam beradi to inform teachers decision about the next step. Hop. O'rganuvchining o'sishi
bo'yicha xo'p turli ma'lumotlarning manbalarini ta'minlab beradi deyapti 3 ta strategiya. Va hamma all helping to inform the teacher's decision about the next step. Hammasi yordam beradi o'qituvchiga ma'lumot berishga, o'sha keyingi o'rganish jarayonini qaror qabul qilishiga. Specificity degani o'sha muayyanlik, aniq bir narsa bo'lish degani. Ya'ni collecting specific information, aniq bir ma'lumotni to'plash. The more specific the information is, the more useful it can be. Qanchalik aniq bo'lsa ma'lumot, foydaliligi shuncha ham ko'proq bo'ladi deyapti. O'rganishni baholash effektivroq bo'lishi mumkin agar u ma'lum bir ma'lumotni to'playdigan bo'lsa, o'rganish jarayoni uchun, ya'ni o'rganuvchilar aniq bir feedbackni olish uchun, o'rganish jarayoni haqida ma'lumot to'playdigan bo'lsa agar, effektivroq bo'lardi assessment for learning. Focused quizzes in the form of multiple choice questions can be used to diagnose specific misconceptions about the topic, allowing the teacher to focus their learning on dealing with specific misconceptions rather than assuming that everyone in class has understood. Xo'p, demak specific bo'lish deyapti. Aynan har bitta o'quvchilar qanday qilib xato qilyapti, shularga bitta-bitta to'xtalish ma'nosi ketyapti, butun bir sinfni to'xtalishdan ko'ra deyapti. Misol uchun focused quizzes, ma'lum bir narsaga qaratilgan topishmoqlar, multiple choice questionlar, ya'ni ABCD savollar ko'rinishdagi ishlatilishi mumkin. Aniq bitta tushunchalarni, mavzudagi tushunchalarni aniqlash uchun diagnoz qilish uchun o'qituvchilarga imkoniyat yaratadi. O'qitish jarayonini aynan shu notushunchalarni, ya'ni tushunmovchiliklarni bilan shug'ullanishga yordam beradi. Nimadan ko'ra deyapti? Butun sinf tushundimi, tushunmadimi, shuni bilishdan ko'ra o'sha aniq bitta tushunmagan joylarga e'tibor beradi. Ya'ni bitta test olib turib, aynan qaysi joylarda tushunmagan, qaysi o'quvchilar. Misol uchun present perfect mavzusini o'tadigan bo'lsak, ba'zi o'quvchilar force tense adashtiradi, ba'zi o'quvchilar past simple bilan adashtiradi, aytaylik. Va hokazo shularda aniq o'quvchilardan bilib olinadi deyapti bu yerda. Frequency, ya'ni test sodir bo'lib turish degani. Planning regular assessment for learning opportunities mana. Tez muntazam assessmentni rejalashtirish, o'rganish imkoniyatlari uchun deyapti. Qachonki assessment for learning tez ishlatiladigan bo'lsa, misol uchun regular recapping. Recap degan so'zimiz qaytarmoq degan ma'noda, takrorlamoq degan ma'noda. Muntazam takrorlash sifatida assessment for learning ishlatilib turadigan bo'lsa, o'tgan darslarning qaytarishi sifatida ishlatiladigan bo'lsa, u yordam beradi tekshirishga va o'rganishni mustahkamlashga yordam beradi deyapti. Ham tushundimmi, tushunmadimmi tekshirib olamiz ekan, ham o'tgan darsimizni bitta takrorlab olish ekan degan ma'noda ketyapti. O'qituvchilar tez tekshirib turadi o'rganishni, darslarning ketma-ketlik jarayonida, muntazam classroom savollar orqali, savollar shaklida va bular tekshiradi o'rganish jarayoni sequence degani ketma-ket kelganmi. Ya'ni consolidation of learning build up over time. Ya'ni o'rganishni takrorlash, o'rganish jarayonlarini takrorlash, ya'ni o'rgangan narsalarni takrorlash to'planib qolishi uchun shuni boshqatdan qilib beraman. Instead of being squeezed into a short period. This checks on learning. Bular tekshiradi, o'rganishni tekshiradi deyapti. O'rganish o'rganishdagi bu tekshirishlar ketma-ket sodir bo'ladi. O'rganishdagi takrorlash to'planib qolishi uchun, ya'ni o'sha qisqa jarayonda squeeze degani siqib bir joyga joylashtirmoq degani. Qisqa muddatga joylashtirishning o'rniga birorta vaqt davomida to'planib borishi uchun nima qiladi deyapti, rejalashtiriladigan ma'noda ketyapti bu yerda. Bu spaced practice deb ataladi. Ya'ni ma'lum bir muddat o'tib mashq qilish deb ataladi. Spaced degan uslublar bor. Misol uchun spaced practice, spaced repetition degan uslublar bor. Bu juda katta mavzular hisoblanadi. Alohida e'tibor beradigan. Hop, spaced practice yoki spaced repetition degan uslub bor. Spaced repetition degani misol uchun bitta mavzuni o'qib bir haftadan keyin qaytarish, xuddi o'sha mavzuni 2 haftadan keyin qaytarish yoki 3 haftadan keyin qaytarish. Mana shunaqa qilib qaytarishni spaced practice yoki spaced repetition deyishimiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir vaqt o'tkazib qaytarish. Hop, ya'ni each quiz includes checks on learning from
previous lessons as well as checks on new learning. Ya'ni har bitta quiz topshirmoq o'z ichiga oladi o'rganishni tekshirishni o'tgan darslardan hamda tekshirishni o'z ichiga oladi yangi o'rganishlarni ham deyapti. Hop, involving learners in the process of assessment. Keyingisi o'rganuvchilarni o'rganish jarayoniga qo'shib olish. Individual learners and their peers are an essential part of the process. Yakka o'rganuvchilar va ularning sheriklari, peer degan sherik ma'nosida ketyapti. Hop, juda ham muhim qismi hisoblanadi jarayonning. Ular turli xil yo'llarda involved degani o'sha qatnashishi mumkin. Through ongoing dialogue with the teacher. O'qituvchi bilan o'sha ongoing dialogue, ya'ni dialog orqali, ya'ni through discussions with each other so that they are able to share and combine their ideas. Muhokama qilishlar orqali bir-biri bilan, ya'ni ular ulasha olish uchun, ya'ni g'oyalarni qo'shish uchun muhokama qilish orqali deyapti. Yoki through self assessment and peer assessment. O'zini o'zi baholash va sherigini bir-birini baholash mashqlari orqali qaysi o'rganishlar o'rganuvchilarni o'zlarini baholashini qamrab oladigan o'sha aktivitelarni bajarish orqali deyapti. Self assessment o'zini o'zi baholash, peer assessment sherigi bir-biri bilan baholash ma'nosida ketyapti. Bu g'oyalar quyidagi jadvalda yana ko'rib chiqariladi deyapti. Endi uchovini aytyapti ekan. Ongoing dialogue between teacher and learner. O'rganuvchi va o'qituvchini orasidagi davomiy o'sha dialog hisoblanyapti. Assessment for learning requires an ongoing dialogue. O'rganishni baholash doimiy dialogni talab qiladi o'qituvchi va o'rganuvchini orasidagi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi imkoniyatlarni rejalashtiradi dars davomida. Xo'p, har bitta o'rganuvchilarni ularning o'rganish jarayonini tekshirish uchun kichkina gruppalarda yoki bo'lmasa individual gaplashish uchun imkoniyatlarni yaratadi deyapti, yaratishni anglatadi deyapti. Getting regular feedback from all learners about their learning is also essential. Muntazam feedback, ya'ni o'sha fikr olish ham o'rganuvchilardan ularning o'rganishi bo'yicha juda ham muhim hisoblanadi deyapti. O'qituvchi ishlatilishi mumkin. For example, misol uchun exit xatlarini A5 qog'ozda chiqarilgan deyapti. Prepared by the teacher, o'qituvchi tomonidan tayyorlangan ma'lum bir dars bo'yicha savollardan. O'rganuvchilar ularni dars davomida to'ldirib beradi va should not take longer than a few, bir necha minutdan ko'p vaqt olmaydi deyapti. Exit kartlar yordam beradi o'qituvchiga, ya'ni identify specific gaps in understanding, ma'lum bir bo'shliqlarni aniqlashga yordam beradi, qaysiki keyingi darslarda nima qilish kerak bo'lgan, yechilish kerak bo'lgan, adresi degani muammoni yechmoq degani. Va shuningdek bu ishlatilishi mumkin. Hop, tekshirish uchun ma'lum bir o'rganish jarayonining qismlarini yoki bo'lmasa aktivitelardan feedback olishni o'qituvchi yoki teaching approach have been used. O'sha o'qituvchining yondashuvchi ishlatilgan o'qituvchining yondashuvchilari feedback aktivitelar haqida, o'rganishning qismlari haqida qismlarni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. Hop, demak, dars oxirida o'sha darsimiz jarayoni bo'yicha undan oldingi darsda ham ko'rdik. Dars bo'yicha aytaylik, survey qilish nazorat qilyapti yerda. Yordam beradi deyapti. Mana bu joyda aytib o'tilgan narsalarni tekshirib olish uchun. Demak, jarayon boshlanadi. O'qituvchi ma'lumotni to'plashda, o'rganish jarayoni bo'yicha, o'rganish bo'yicha. Misol uchun, u kuzatadi ba'zi bir o'rganuvchilarni. Hop, kuzatadiki, ba'zi bir o'rganuvchilari tinglar ekan va keyin javob berar ekan, nima bilan? Ishonch bilan oddiy savollarga, lekin qiynalar ekan. Hop, correct form of present simple tense. To'g'ri present simple ni ishlatishda qiynalar ekan. Mana shuni aytayapti. Keyin o'qituvchi teacher needs to interpret this evidence in terms of learning needs and progress. Keyin bu o'qituvchi tushunar ekan. Needs to interpret degani bu yerda tushunmoq degan ma'noda ketyapti. Bu dalilni tushunish kerak ekan, ehtiyojlari bo'yicha va o'sish jarayoni bo'yicha dalil sifatida tushunib olish kerak ekan. Once the teacher has identified the learning needs and the progress, in this case that some learners have difficulty using the correct form of present simple tense, she can identify and adjust the next step in the process of learning. O'qituvchi once degani mana shundan keyin degan. O'qituvchi o'rganuvchilarning ehtiyojlarini va jarayonini aniqlab olgandan keyin
u keyin aniqlashi mumkin va moslashishi mumkin. Adjust degani moslashmoq degani. Keyingi jarayonlarni o'rganish jarayonini. Ya'ni bu holatda ba'zi bir o'rganuvchilar have difficulty qiynaladi. To'g'ri present simple zamonni ishlatishga deyapti. Misol uchun, o'qituvchi qaror qabul qilishi mumkin o'zlarini kuzatish natijasida va tushunish natijasida unga kerak bo'ladi reteach how to use the correct form of present simple to those learners who are struggling with it. Qaytadan o'qitish kerak bo'ladi. To'g'ri shaklni ishlatish present simple ni o'sha odamlarga qaysiki o'sha bilan qiynalayotgan. Hop, the teacher may therefore need to adjust her lesson planning. O'qituvchi natijada kerak bo'lishi mumkin uning dars rejalashtirishini moslash uchun. Need to adjust. O'qituvchi natijada moslashishi kerak bo'ladi uning darsini rejalashtirishga. Okay. Albatta baholar foyda bo'ladi. Tracking learners progress. O'rganuvchilarning o'sishini baholashda juda ham foydali bo'ladi va shuningdek ishora qilishi mumkin ular qayerda xato tushunyapti yoki bo'shliqlari qayerda. Gaps degani bo'shliq, indicate degani ishora qilmoq degani. Okay, biroq bu ma'lumot faqatgina foydali bo'ladi agar o'qituvchilar then able to act or change their plans in time to make things better. Agar o'sha vaqtida rejalarini o'zgartira olsa yoki shunga qarab harakat qila olsa, narsalarni yaxshilash uchun shunda foydali bo'lishi mumkin. Agar baholash, ya'ni 4-5 baholar demoqchi, faqatgina mavjud bo'lsa bir necha hafta o'qitishdan bir necha haftadan keyin juda ham kech bo'lgan bo'ladi bu muammoga yondashishda. Misol uchun bir hafta present simple o'tib, keyin 2 haftadan keyin aytaylik test olib turib, keyin xatolarni biladigan bo'lsa kech oladi demoqchi bu yerda. Ya'ni o'sha joyda hal qilib ketish kerak deyapti. Oddiy baholash bilan assessment farqini ketyapti tushuntirib bu yerda. Bundan tashqari, agar baholarning maqsadi faqatgina o'sish jarayonini aniqlash bo'lganda edi, hop, unda baholash is not being used for learning. O'rganish uchun hop is not being used for learning. O'rganish uchun ishlatilmagan bo'lardi deyapti. Keyingisi being able to adjust lesson planning. Lesson planning ni moslasha olish deyapti. Yoki or even make changes to a lesson plan during the lesson requires a flexible, highly flexible and responsive approach. Ya'ni darsni rejalashtirishni o'zgartira olish qobiliyati va hattoki dars o'tish jarayonida dars rejasini o'zgartirish talab qiladi katta moslashuvchanlik va responsive approach. Ya'ni o'sha responsive degani tez javob beradigan o'sha yondashuvni talab qiladi. O'qituvchilar have to plan moments of contingency. Hop, rejalashtirish kerak o'sha contingency daqiqalarini, ya'ni bu deyapti daqiqalar hisoblanadi. Qaror qabul qiladigan barcha o'rganuvchilari yangi tushunchani tushundimi yoki ba'zi o'rganuvchilar hali ham qiynalyaptimi to'liq tushunishga. Mana shu jarayon hisoblanadi. Ya'ni contingency degan so'zni ham ko'rib ketaveramiz. Contingency. Okay. Bu farq bo'lishi kerak bitta contingency. Okay, contingency degani tasodifiy hol ekan bu. Hop, yoki provision for a possible event circumstances degani bo'lib qolishi mumkin bo'lgan ish harakatni oldindan ko'rish degan ma'noda ketyapti. Hop. Yoki kelajakda birorta bo'ladigan voqea. Tasodifiy hol ma'nosida ketyapti ekan. Okay. Tasodifan o'sha tasodifiy holatlarni rejalashtirishga majbur bo'lar ekan. Mana shuni aytyapti bu yerda. Agar o'qituvchilar bu dalilni topishsa, find evidence to suggest that some learners are struggling, the teacher can teach the concept again. Agar o'qituvchi dalil topadigan bo'lsa, qaysiki o'rganuvchilar qiynalyapti degan dalilni topadigan bo'lsa, o'qituvchi o'qitish kerak o'sha tushunchani yana. Misol uchun, agar aniq bo'ladigan bo'lsa, ba'zi o'rganuvchilar qachon apostrophe s'ni ishlatilishini bilmasligi aniq bo'ladigan bo'lsa,
Hop, after nouns, nounlar mavzusidan keyin o'qituvchi tanlash kerak quyidagilardan birini. Yoki give out an exercise to assess how far everyone has understood. Qanchalik chuqur darajada qanchalik uzoq darajada tushundi o'sha mavzuni boshqa bitta mashq berib ko'rish kerak. Yoki bo'lmasa use confident learners who understood how to use prepositions after nouns to explain to others in small groups and give each other feedback. Va o'ziga ishongan, o'sha mavzuni apostrophe yaxshi tushungan o'quvchilarni so'rash kerak qolganlardan. Xo'p, qolgan kichkina guruhlarda qolganlarga tushuntirib berishni va bir-biriga feedback berishni. Tushuntirish kerak yoki deyapti. Yana tushuntirish kerak, qanday qilib preposition ishlatilishdi. Ya'ni demak, ba'zi o'quvchilarimiz tushunmaydigan bo'lsa, birorta mavzuyimizni, aytaylik present simple deb bo'ladigan bo'lsa, demak shu uchovidan birini ham qilib ko'rishimiz mumkin ekan. Yo ko'proq mashq berib ko'rib yana ham tuzatishimiz kerak ekan, yoki qolganlarga aytib tushuntirib qo'yishimiz kerak ekan, yo bo'lmasa boshqadan tushuntirib berishimiz kerak ekan. Hop. Demak bu nimaga kirib ketar ekan? Flexible approach teaching and learning. O'rganishni moslashuvchan uslubiga kirib ketar ekan. Hop. The choices are limitless. Tanlovlar juda ham chegarasiz deyapti. O'qituvchilar tanlashi mumkin. Ular nimani yaxshi deb hisoblasa va most likely to improve learning in their classroom. Ya'ni sinfxonasida o'rganishni yaxshilash uchun nimani to'g'ri deb topsa, o'shani tanlash kerak deyapti. Bu yo'lda o'rganishni baholash bajariladi dalilga qarab va use it to feed into what teacher and learners do next. Va ishlatilishi mumkin o'qituvchi va o'rganuvchilar keyin nima qilishini. O'sha feed into ni ko'rib qo'yamiz. Feed into degan so'zimizda. Okay. Feed into degani qo'shmoq degani. Ya'ni buni writing task 1 da ishlatsak ham bo'ladi. IELTS'larni. Qo'shmoq degan ma'noda. Kattalashtirmoq, muvaffaqiyatga erishtirmoq, keskinlashtirmoq ma'noda ketyapti. Hissa qo'shmoq ma'nosida ketyapti. Okay. O'qituvchi o'rganuvchi keyin nima qilish kerak? Shunga hissa qo'shish uchun ishlatilishi mumkin deyapti. Xo'p, keyingisi u natijada muhim hisoblanadi. Xo'p, shuning uchun muhim hisoblanadi. O'qituvchilar do not have fixed plans. Aniq bitta rejalashtirilgan lesson planlar bo'lmasligi uchun va o'zlarining teachinglarini agar majbur bo'lib qolgan paytida o'zgartira olishi kerakligi juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni men mana shuni o'taman, bundan tashqari narsa o'tmayman degan narsa bo'lmasi kerak ekan deyapti. Ya'ni o'quvchining ehtiyojiga qarab, hop, qo'shimcha ma'lumotlar berib ketishimiz mumkin ekan. Misol uchun bizda birorta grammatika kitob oladigan bo'lsak, aytaylik, o'sha grammatikada ma'lum bir qoidalar bo'lsa, men faqat shuni o'taman xolos, bundan boshqa narsa o'tmayman deyish kerak deb qolmasi kerak ekan. Ya'ni qo'shimcha ma'lumotlarni berib keta olishimiz kerak ekan. O'quvchi savol berib qolishi mumkin kitobda yo'q bo'lgan. Hop, o'sha darrov o'sha paytda nimaga bu savol so'rayapsan demasdan, kerak bo'lsa o'sha qo'shimcha qilib tushuntirib ketishimiz mumkin ekan, boshqa joylardagi ma'lumotlarni. Shuni nazarda tutyapti bitta. Hop, Dylan William uning kitobida Leadership for Teacher Learning degan kitobida tushuntiradiki, qanday qilib o'qituvchilar keyingi steplarni aniqlaydi. Hop, o'qitishdagi through the moment of contingency, ya'ni kutilmaganlik holatlari orqali qanday qilib keyingi rejalarni aniqlaydi, shu haqida tushuntirib beradi deyapti. Proactively, interactively and retroactively usullarini qo'llab deyapti. Mana shu 3 ta usulni birini qo'llab. Demak, proaktiv, pro degani oldin keluvchi degani, interactively degani orasida, retroactively degani keyingi degan ma'noda bildiradi. Okay, learners help each other with their learning. And getting learners involved in helping each other with their learning through discussions and cooperative learning. Task is an important way to involve learners in the process of assessment for learning. O'rganuvchilar bir-biriga o'zlarining o'rganish jarayonlariga yordam berishadi deyapti. Ya'ni getting learners involved in helping degani o'rganuvchilarni bir-biriga yordam berishga kirishtirish, ya'ni o'rganish jarayonida muhokamalar orqali, birga o'rganish mashqlari orqali juda ham muhim yo'l hisoblanadi. O'rganuvchilarni qamrab olishga, ularning assessment for learning jarayoniga, ya'ni o'rganishni baholash jarayoniga qamrab olishda eng muhim yo'llardan biri hisoblanadi deyapti.
Cooperative learning, ya'ni birga o'rganish tashlari, misol uchun think, pair, share yordam beradi o'rganuvchilarga ulashishga, g'oyalarni birlashtirishga in a relaxed and fun way. Sokin va maroqli usulda deyapti. Misol uchun, o'qituvchi so'rashi mumkin sinfdan ta'riflab berishni A nuqtadan B nuqtaga o'tishni bir xaritada. Hop, o'rganuvchilar bir necha minut oladi o'ylashga, keyin ularning javoblarini yakka-yakka yozishga deyapti. Keyin ular sheriklari bilan gaplashadi. Ularning javoblarini tekshirish uchun qolgan sinf bilan ulashishdan oldin deyapti. Hop, think, pair, share degan nimani o'yinda ko'pchiligimiz bilsak kerak bu yerda. Peer assessment and self assessment. Peer assessment bilan degani sherikma-sherik baholash, self assessment o'zini o'zi baholash. Sherigini baholash va o'zini o'zi baholash imkoniyat yaratadi barcha o'rganuvchilarni o'sha assessing progressga, ya'ni ehtiyojlarini o'rganish va baholash jarayonini qatnashishga imkoniyat yaratib beradi deyapti. Bu imkoniyatlar shuningdek, culture of sharing, learning and success. Shuningdek, shu madaniyatini shakllantirishadi, o'rganishni ulashish yoki muvaffaqiyatni ulashish madaniyatini shakllantiradi deyapti. Peer assessment works best when learners asked to give feedback to another learner on specific aspects of their learning. For example, the use of possessive s after noun in short piece of writing. Demak, sherikma-sherik baholash eng yaxshi ishlaydi qachonki o'rganuvchilar feedback berilishini so'rarsa, boshqa o'quvchining aniq bir o'rganish aspektiga, misol uchun apostrof s'ni ishlatilishini, otlardan keyin apostrof s'ni ishlatilishi bo'yicha qisqa yozma shaklda deyapti. O'rganuvchi juda ham qiyin deb topadi effective feedback, samarali fikr berishni, ya'ni o'sha feedback berishni bir-biriga agar mashq juda ham murakkab bo'ladigan bo'lsa deyapti. O'qituvchi ehtiyotkorlik bilan reja qilish kerak va qo'llab-quvvatlash kerak o'zini o'zi baholash aktivitalarini. Misol uchun, o'rganuvchilar o'rganishda davom etadi. Kundaliklarni qaysiki o'sha sohalarni tafsilotlari bilan beradigan, qaysiki ehtiyojlarni need clarification and skills that need further development. Ya'ni misol uchun o'rganuvchilar keep learning diaries. Kundaliklarni o'rganishda davom etadi, qaysiki o'sha sohalarni need clarification degani izohlash kerak bo'lgan sohalarni tafsilotlari bilan beradigan o'sha kundaliklarni o'rganishda davom ettiradi yoki malakalarni qaysiki yana ham rivojlantirish kerak bo'lgan deyapti. Mana shu haqda o'rganishda misol uchun davom ettirar ekan. Keyingisi effective feedback that moves learning forward. Ya'ni foydali feedback qaysiki o'quvchilarni davomiy o'rganishda davom etadigan. O'qituvchi fikr oladi o'quvchilarning o'sishi bo'yicha through an assessment for learning activity. Ya'ni o'rganish aktivitini baholash orqali o'rganuvchilarning o'sishi bo'yicha feedback olishi mumkin. Bu aktivitelar keyin ta'minlab beradi o'qituvchiga imkoniyatni feedback berishga o'rganuvchini uning o'sish jarayonida. O'qituvchi va o'rganuvchi feedbacki juda ham effektiv bo'ladi agar u bila olsa deyapti, payqay olsa qaysi o'rganuvchi nimada zo'r bajarganini yoki bo'lmasam qiyinchiliklarni aniqlaganda yoki bo'lmasam points forward to the next step, keyingi etapga yo'l ko'rsatib oladigan bo'lsa deyapti. Mana shu ikki holatda juda ham yaxshi ishlaydi. Ya'ni nimada yaxshi bajardi, shuni bilishimiz kerak ekan feedback berish uchun, yoki bo'lmasam qiyinchiliklarni aniqlay olish kerak ekan va keyingi etapda nima qilish kerakligini ko'rsatib bera olish kerak ekan. Shunaqa qila olsa effektiv bo'ladi deyapti o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi feedback. Meni o'ylashimcha eng yaxshi model effective feedbackni bu George Petty'ning Medal va Mission hisoblanadi, qaysiki quyidagi jadvalda tushuntirgan. Ya'ni medal va mission deganlari metafor jihatdan ishlatiladi, ko'chma ma'noda ishlatiladi. G'oyalarni o'rganuvchilarga osonroq qilib tushuntirish uchun deyapti, osonlashtirish uchun deyapti. Medal va mission modellari feedbackning deyapti. Ya'ni learning assessment for learning jarayonida
o'rganuvchilar ma'lumot kerak bo'ladi ularning o'sishi bo'yicha, faqatgina maqtov emas deyapti. Hop, ular bilish kerak bo'ladi deyapti. Hozir where they are now in relation to these goals. Ya'ni hozirgi bo'lgan go'llarga, bu maqsadlarga aloqador in relation to these goals. Ular qayerda turibdi? Mana shu maqsadlarga aloqador bo'lgan joyda qayerda turibdi? Ya'ni medal hisoblanadi. Qanday qilib bo'shliqni kamaytirishi mumkin ular hozirdagi joyi bilan maqsadlarning orasidagi? Ya'ni maqsad bilan hozirgi orasidagi qanday kamaytirishi mumkin? Ya'ni maqsadga qanday qilib yaqinroq erishish mumkin? Bu missiya hisoblanadi. Hop, ya'ni keyingisi ular nimani maqsad qilyapti? Goal. Demak, hozir turgan joyi medal deb atalar ekan. Orasidagi farq bu missiya deyilar ekan. Qanday qilib o'shani kamaytirish va ular maqsad qilayotgani bu goal deb atalar ekan. Ya'ni learning objectives, success criteria, nature of good work. Mana shular kirib ketyapti deyapti. Medals. Bu ma'lumot deyapti. This is information about what a learner has done well. O'rganuvchi nimani yaxshi bajargani haqida ma'lumot deyapti. Misol uchun, o'qituvchilar yozishi mumkin, sizning paragraflaringiz va punksiyatsiyangiz juda ham yaxshi deb yozishi mumkin yoki yaxshi argument, ya'ni yaxshi bahs deb yozishi mumkin, fikr deb yozishi mumkin. In the margin next to a well made point. Okay, margin degan so'zni ko'rib olamiz. Okay. In the margin next to. Hop, cheti degan ma'nosi bor ekan bu yerda. Hop, margin miqdori degan ma'nosi bor ekan. Okay. Hop, boshqasidan farq qiladigan miqdor ma'nosiga ketyapti bu yerda. Foyda degan ma'nosi bo'lyapti. Bo'sh joy ma'nosiga ketyapti. Hop, mana uni o'sha daftarning yonida qizil chiziqda o'sha bo'sh joy ma'nosiga ketyapti. Hop, demak bu yerda ko'ramiz ekan. Yaxshi deb yozib qo'yapti. In the margin next to the well made point. O'sha margin, ya'ni bunaqa qog'ozni mana bu joydagi o'sha yozilgan daftardagi marginni ko'rdik mana. Mana bu joyda berilgan joyiga haligi your paragraph and punctuation yaxshi yoki bo'lsa that's a good argument deb yozib qo'yar ekan. Shuni aytyapti bu yerda. Baholar bu nimalar hisoblanadi? O'lchovlar hisoblanadi, medallar hisoblanmaydi deyapti. Medallar bu ma'lumot bo'ladi. What exactly was done well? Nima yaxshi qilingani haqida medallar bo'ladi deyapti. Shuning uchun muhim hisoblanadi tushunish. Medal o'rganish jarayoniga bog'liq bo'ladi va yakuniy maqsadga bog'liq bo'lishini tushunishimiz kerak ekan. Demak, 4-5 baho qo'ysa, shunchaki umumiy baholab ketadi. Endi medal deb aytayaptiki, medal qaysi joyda yaxshi bajargan? Hop, qaysi joyda misol uchun uning ishi, yozma ishi aytaylik, charaqlab turibdi. Mana shu narsani yozib qo'yish hisoblanar ekan medallari. Keyingisi mission. This is information about what learners need to improve, correct and work on. Bu ma'lumot hisoblanadi. O'rganuvchilar nimada yaxshilash kerakligi, to'g'rilash kerak, ustida ishlash kerakligi haqida ma'lumot hisoblanadi deyapti. Eng yaxshisi bo'ladi qachonki it is forward looking and positive. Forward looking degan so'zni bitta ko'rib olamiz. Forward looking degani favoring innovation and development progressive. Ya'ni innovatsiyani qo'llab-quvvatlaydigan va rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan, o'sib boruvchi degan ma'nosini bildiryapti ekan. Hop, considering future developments when making plans, especially in relation to using modern methods, equipment. Hop. Eng yaxshisi bu best forward looking bo'lish kerak. Ya'ni maytda ko'radigan bo'lsak, hop, innovatsiyani qabul qiladigan bo'lish kerak va pozitiv bo'lish kerak deyapti. Misol uchun, try to give your group more evidence for your views. Harakat qiling gruppaga berishga ko'proq dalilni sizning qarashlaringiz bo'yicha deyapti. Use more paragraphs to show the structure of your writing. Siz ko'proq paragraflarni ishlating, yozma ishingiz uchun strukturlarni ko'rsatib bergani. Mana shunaqa qilib feedback berishimiz kerak ekan. Hop, shundan tashqari o'lchovlar, misol uchun baholar
odatda bu ma'lumotlarni bermaydi. Ko'proq dalil bering fikringizga yoki bo'lmasam yozma inshoingizni, misol yozma ishingizni strukturasini ko'rsatib berish uchun ko'proq paragraflardan foydalaning kabi o'sha g'oyalarni bermaydi deyapti. Shunchaki baho qo'yib kelsa 4-5 ta. Undan ko'ra bu tomonga yozib qo'ygani yaxshi degan ma'noda aytyapti. Keyingisi clear goals, aniq maqsadlar. Teacher should give o'qituvchilar berish kerak medallarni va missiyalarni, aniq maqsadlarni aniq qilib olish uchun qaysiki in relation to clear goals. O'qituvchilar medallar va missiyalarni berish kerak ekan, aniq maqsadlar bilan bog'liq bo'lgan qaysiki oldindan berilib qo'yishi yaxshi bo'ladi deyapti. Hop, that is what the first building block for formative assessment. Bu birinchi fundament hisoblanadi formative assessment deyapti. For formative assessment helps to establish. O'sha formative assessment tashkil etish uchun asosiy blok hisoblanadi deyapti. Demak, by sharing learning objectives, ya'ni and success criteria. O'rganishning maqsadlari va success criteriyani ulashish orqali, ya'ni Waltz bilan Wilfsni o'quvchilar bilan ular bilishadi, ularning maqsadlari nimaligini. Maqsadlar o'z ichiga olishi mumkin success criteriyani. Misol uchun, paragrafni ishlating to show the structure of your writing. Hop, sizning yozma ishingizning strukturasini ko'rsatish uchun paragraflardan foydalaning yoki bo'lmasam dalil bering, misol bering for the points of your view you express. Dalil bering, misol bering, point of view degani fikringiz degani. Siz ifodalagan fikringizga example bering yoki evidence bering deyapti bu yerda. Hop, shu narsalarni o'z ichiga olish kerak ekan. Hop, setting targets, maqsadlarni qo'yish degani. Missionlar, ya'ni missiyalar. Mana bu joyda aytayaptiki, hop, kamaytirish ekan, o'sha maqsadi bilan hozirgi turgan joyini kamaytirish. O'sha missiyalar. Hop, maqsadlarga aylantirish kerak o'rganuvchilar uchun, ishlashda davom etish kerak. Ishlashda davom etishlari uchun o'rganuvchilarga maqsadga aylantirilishi kerak deyapti. Missiyalar. Bu yo'lda o'rganuvchilar bilish kerak. Ular nima qilishni bu feedback bilan va qanday ishni bajarish kerakligini. Misol uchun feedback olgandan keyin nima qilish kerak? Hop, mana shu narsani bilishlari kerak deyapti. Hop, keyingisi o'qituvchilar can record feedback, yozib olishi mumkin bu feedbackni, including the target and action planned on individual learning plans, which can be paper based or electronic. O'qituvchilar yozib olish kerak o'sha berilgan feedbacklarni, maqsadlarni ham va action rejalashtirilgan harakatlarni ham yozib olish kerak deyapti. Individual learning panellarga, ya'ni yakka o'rganuv rejalariga yozib olish kerak deyapti. Qaysiki qog'oz variantda bo'lishi kerak yoki elektron bo'lishi kerak deyapti. Medal va mission feedbackiga misol. You give a clear explanation, siz juda ham aniq qilib tushuntirdingiz foydalarini, sog'lom hayotning va tafsilotlari foydali bo'ladi. For a'zolarimiz, boshqa o'quvchilarga ham. Siz keyingi yozma essayingizda ko'proq e'tibor qaratasiz punktuatsiyaga. Hop, medal bitda siz aniq tushuntirish beribsiz foydalari haqida, sog'lom nimani, lifestyle'da. Hop, bu joyda deyapti, o'rganuvchi qabul qilyapti medalni, qaysiki o'sha tilga aloqador bo'lgan, til ishlatishga aloqador bo'lgan, shuningdek ability to explain idea supported by subject knowledge. Ya'ni subject knowledge dan subyektiv bilimdan qo'llab-quvvatlangan g'oyani tushuntirish qobiliyati hisoblanadi deyapti. Qobiliyati hamdir demoqchi bu yerda. Xo'p. Okay. Qobiliyatni olishni ma'nosini anglatadi bu yerda. Here is a learner is receiving a medal that relates to language use as well as ability to explain idea supported by subject knowledge. Okay, mission. This is, ya'ni sizni tekstingiz in your next written essay pay more attention to punctuation. Punktuatsiyaga ko'proq e'tibor bering degan gapimiz bo'lyapti, feedbackimiz bo'lyapti, missiyamiz. Xo'p, ya'ni birinchisi hozirgi holati, ya'ni o'sha essaydan qarab turib yaxshi tushuntirish beribsiz foydalar haqida.
deb beryapti, mavjud narsa. Keyingisi missionda hop ularning til o'rganishida aynan qaysi biri aspektga e'tibor berish kerak, e'tiborni qaratish kerak va qaysi til ishlatilishiga aloqador deyapti bu yerda. This mission relates to languages. Tilni ishlatilishiga va til ishlatilishiga aloqador bo'ladi va o'rganuvchining e'tiborini tortadi ma'lum bir aspektiga ularning til o'rganishi bo'yicha deyapti, ishlatishi bo'yicha. Ensuring that feedback is effective and vital. If feedback is specific, ensuring degani bu yerda qaysidir gap tushib qolibdimikan? Hop. Ensuring that feedback is effective and vital. Kafolatlash deyapti, qaysiki o'sha feedback effektiv, foydali va muhim bo'lishini. Agar feedback aniq bo'ladigan bo'lsa va tez bo'ladigan bo'lsa va o'rganuvchini o'rganishda hop davom ettira olsa deyapti, xuddi shu usulda qaysiki medal va mission modellari bajargandaqa keyin katta ta'sir etadi achievement, ya'ni yutuqqa, biror narsani erishishga deyapti. Hop. This exploration of 5 key principles for assessing for learning, as well as the accompanying ideas for classroom practice, has explored ways to address the 3 essential questions I posted at the start. Bu tadqiqot 5 ta key prinsiplar bo'yicha assessment for learningda, shuningdek ergashib kelgan g'oyalarni sinfxona praktiklarida, ya'ni sinfxonani bilan shug'ullanishda birga sherik bo'lib keladigan g'oyalarni ham aytib o'tganman demoqchi. Qaysiki has explored ways to address. Hop, tadqiq qildi. Bu 3 ta savollarga men o'sha boshlanishida bergan 3 ta savollarga, 3 ta muhim savollarga javob berishni ko'rib chiqdi deyapti. Bu exploration 5 key principle'larni aytyapti bitta. Qayerdagi mana 3 ta savolimizni yana takrorlayapti. Meni o'rganuvchilarim hop o'rganishlarida qayerda ketyapti va where is each learner now in their learning, ya'ni hozirgi har bitta o'rganuvchi o'zlarining o'rganish jarayonida qayerda, mana bu qay yo'sinda ketyapti kelajakka, sekin borish jarayonini aytyapti. Keyin yoki how do I help a learner move forward in their learning, qanday qilib men yordam beraman o'rganuvchilarga move forward, ya'ni oldinga siljishiga ularning o'rganish jarayonida. The big idea underpinning these questions, katta tushuncha bu savollardan ostida yotgan shuki, o'qituvchi adapt teaching to the needs of each learner. O'qituvchi moslaydi deyapti. O'qitishni har bir o'rganuvchining ehtiyojiga qarab deyapti. As I suggested at the start, boshda taklif qilganimdek, bu katta g'oya can be summed up, ya'ni o'sha jamlanadi by the term responsive teaching, ya'ni responsive teaching degan atama tomonidan jamlanadi deyapti. Ya'ni o'quvchilarni responsive teaching dedikki, ehtiyojlaridan kelib chiqib darsni tashkillash. Which might well end up being a term that we start to see being used more and more. I hope so. Umid qilamanki, bu atama this might well end up being a term. Mana shu ya'ni term degani bu yerda atama bo'lib qoladi degan umiddaman deyapti. Qaysiki biz hammamiz mana shuni tez ishlatishimiz mumkin bo'lgan atama sifatida bo'lib qoladi deb umid qilaman deyapti. I hope so. Okay, after haqida mana shu doktor Jason Skid degan odam consultant bo'lib va trainer bo'lib ishlatdi. CLIL da Utrecht universitetida providing advice, maslahat ta'minlab berib va 2 tilli maktablarni o'sha Niderlandiyada bo'lib o'qitib, hop, mana shu sifatda ishlagan ekan xullas. Hop, he has also taught on university UTeach Masters Program for Bilingual International School Teachers. Shuningdek, o'qitar ekan o'sha on the University UTeach Master Program. Mana shu universitetning UTeach Master programida 2 tilli va xalqaro maktab o'qituvchilariga dars berib kelar ekan. Before that, bundan oldin u 70 yil ishlabdi o'qituvchi sifatida
7 years 7 yil shart o'qituvchi sifatida. Это bilingual secondary school, ya'ni ikki tilli o'rta maktabda deyapti. Jason ayni paytda mas'ul bo'ladi for leading on and coordinating all academic aspects of Nile MA in Professional Development of Learning Education. Jason ayni paytda mas'ul bo'ladi for leading on, ya'ni rahbarlik qilishga va koordinatsiya qilishga, ya'ni nazorat qilishga hamma akademik qismlarini Nile universitetini masters programmini professional rivojlanish, til ta'limida professional rivojlanish magistratura o'sha Nile universitetining akademik qismini koordinatori bo'ladi, ya'ni boshlovchisi bo'ladi deyapti. Xo'p, demak, juda ham ma'lumot ko'p ekan bu nimamizda, prezentatsiyamizda, maqolamizda. Hop, ozgina adashib ketgan bo'lsak, orada uzr so'raymiz. Sababi sinxron tarjima juda ham qiyin hisoblanadi. Hop, ham o'qib, ham birga tarjima qilib ketish. Shuning uchun orada ozgina pauzalar bilan yozdik. Hop, bo'lib shuni hisobiga ozgina tushunmovchilik bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Hop, barchangiz sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi maqolalarda ko'rishguncha.